Xo'p. Kista deyilmadi, uziga tushganda ham urug' bor, mayda yetilmayapti. Xo'p, sizga maslahatim nima bo'ladi? Xo'p, buni endi er-xotin juftliklar ichiladi aslida. Juftliklar ichadi aslida buni. Xomla mevasi yoki arab yong'oq deymiz uni. 2 donasini-chi faqat ustini tozalab olasizlar. Mana. Mana ko'rasizmi? Usti. Buni ajratib olganmiz. Qattiq bo'ladi, ko'rasizmi? Qattiq bo'ladi. Mana bu usti. Ha, yo'q, tushunmadingiz? Ichida danagi bor buni. Mana danagini olib qo'yganmiz, ko'rasizmi? Danagi yo'q. Mana shuni olasizda, kofemolkada maydalab olasiz. Maydalab tashlaysiz. Anaqa o'zini anaqasi bor-ku. Shuni maydalab tashlaysizda 2 donasini 2 yoki 2,5 litr suvga yarim soat qaynatasiz. Past olovda. Qaynab bo'lgandan keyin buni anaqasini olib tashlang, marlinda. Bitta anaqa